Assalomu alaykum. Imronbek Indeskurdagi biznes kanalining obunachilari, qadrli do'stlar, ishlaring yaxshimi, charchamabsizlarmi? Hamma yaxshimi? Bizlar xudo xolasa mana bugun ishimiz qizg'in davom etib ketmoqda. Mana bu basseynda qilish harakatidamiz. Sheriklarimiz gaz ochilib qo'ygan ekan, gazga ketib qoldi ustalar. Hozir kelsa xudo xolasa davom ettirib ketamiz. Mana qirog'iga mana palabkani qo'yib, aylantirib beton quyib chiqamiz. Tagiga tashlab quyib qo'yamiz, ichiga suv to'ldiramiz, bo'ladi. Mana shu joy yetadi. Do'stlar, kecha kommentariyalarda o'qidim. Bizni Rishtondan kuzatib turgan obunachilarimiz bor ekan. Kattakon rahmat. Ishlaringga rivoj. Yana bir obunachimiz yozibdi, YouTube'ga videoni qanday qo'yasiz deb. Oddiy videoni bosasiz, birodar. Shu gaplarni gapirib, mana video qilib, oddiy hamma nimalaringizni video qilib yuraverasiz. O'rdaklaringizni. Keyin YouTube'ga kirib kanal ochasiz. Shu YouTube'da kanal ochish bor, o'shani ochib turib, o'rtada to'r burchagi bor. O'shanga kirib turib, o'shani bossiz. Video qo'ymoqchi bo'lsangiz, olgan videongiz sizga chiqib keladi galereyadan. Uni bosib turib, keyin tagiga izoh qo'yasiz. Misol, men har doim Imronbek Indeskurdagi biznesda yozaman. Bitta yozganda o'sha narsa chiqib kelaveradi. O'z yo'nalishingiz qanaqa yo'nalishda bo'lsa, xuddi shunaqa qilib. Endi biz bloger emasmiz, shunaqa qilib video qo'yaman men o'zim. Qo'ldan kelgancha. Xo'p, o'rdaklarimizni hozircha hammasi yaxshi. Kecha 12 ozgina suv to'ldirib qo'ydim. Mana shu yerda bir ikkita shu makorlar keldi. Buni xo'rozlarimiz bosdi. Demak, bularga suv обязательно zarur narsa ekan, kerakli narsa ekan suv. Mana shunga suvni tezlatib to'ldirsak, urug'lantirish hisobi ko'payadi bizda. Tuxumlarimiz hammasi urug'lanadi. Xudo xolasa tuxumlar keyin bossa, havosi bo'lsa, ko'paysa, bossa ochib chiqish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Xo'p, shunaqa gaplar do'stlar. Hozir o'rtada ozgina obed bo'lib qoldi, perikul qildik. O'rdaklarimiz sayohatda, toza havoda. Keyin imkon qadar katak bo'lsa, kichikroq bo'lsa, ko'proq tashqariga chiqaringlar. Mana bu axlatib tashlaganini ko'ryapsizlarmi mana? Loyiqib. Mana shu o'zini axlatidan gazli nima chiqadi. O'sha narsaga o'zi nima qilib, o'zi mazasi qochib, sho'lalanib qolishi, oqsab qolishi, keyin mana yuzlari oqarishib ketishi, qoni kemayib o'lishlar, kasal bo'lishlar shu ko'proq shu narsadan chiqib keladi. Chunki bular o'rdak, bilasizlar, issiqlik nimasi, tabiatdan o'zi suvga moslashgan jonivorlar bo'ladi bular. Suvdan zakdan ham uncha kasal bo'lavermaydi. Endi tayini quruq qilsangiz yarim yaxshi. Qancha tayi quruq bo'lsa, shunchaligi nima deydi, o'zlarini urug'lantirish nimasi yuqori bo'ladi. Immunitet ham yaxshi baland bo'ladi. Shu mana shu qolgan axlatlarda ko'p qolib ketsa, tozalanmasa, shu bir hafta 10 kun katta-kichikroq katayda raso bo'lib qolib ketsa, o'shani o'zini gazini hidigi, axlatini hidigi o'zlari kasal bo'lib o'lish ehtimoli ko'p bo'ladi. Kecha mana shaharlik fermerdan bir ertamadan turib deydi, 12 tami o'rdagim o'ldi deb gapirdi. Shu Instagramdan shaharlik fermer deb yozsang chiqadi. Va yana ham u anchadan beri yangi boshlagandan beri kuzatib boraman. Videolar haqiqatan zo'r qo'yadi, menga ham yoqadi. Hozir ko'pincha qush nimasiga o'tib ketib qoldi. Yo'nalishi qushga o'tib ketib qoldi. Bizda ham xudo xolasa qush qilish planimiz oldindan bo'lgan. Bosh videolarimizda ham aytganmiz. Mana shu shag'al turgan joyga inshaalloh nasib qilsa ozgina muddatdan keyin shunday qilib betonni quyib turib, tepasiga aylantirib o'rab, bekitib, chiroyli qilmashakka qush boqish uchun joy qilaman, asbobiy. 3 ga bo'laman-da. Bitta bo'lagini amadinka boqsam, bitta bo'lagida valnisli papugay boqsam, 3-chi bo'lagida karillami endi bir shu vaziyatga kelib, Xudo xolasa u hal bo'ladi. Inshaalloh shu ketib boraversak. Xo'p do'stlar, mana shu yerga so'ri bo'ladi.
Bu yerda qushxona, bu yerda o'rdaklar uchun cho'milish joy, ro'paradagi joylarni ham hali yana o'zgartiramiz. O'zgartirishlar ko'p bo'lar hali. Tashlarni joydan chiroyli qilib, mana bu tomonga pahol pres shunaqa narsa somon bosadigan joy qilamiz. Yo'llarni iloji bo'lsa joyini sal o'zgartiramiz. Mana bu yerlarga o'sha zotdor oq bosh, qora bosh, oq o'rdak, ingichka, faqat ingichka o'rdaklar bo'ladi. Har xil turdagi. Mana bu chekkani buzib tashlab turib, bu yerga qo'yxona qilamiz, xudo xolasa. Betonni mana shu devordan beton olib kelib turib, mana shu yergacha xom g'ishtdan qilamiz iloji boricha, chunki xom g'isht yaxshi tomoni yozda issig'ida salqin ushlaydi, qishda sovuqda issiq ushlaydi. Shu tomoni yaxshi. O'shani hisobini qilinib, mana shu yerdan beton quyib ketiladi, o'rdak turgan joygacha. Tomlarini bekitamiz, mana shunaqa qilib hammasini chiroyli qilib. Endi niyat qilyapmiz, xudo xolasa. Allohga oson bo'lib ketsa, bu ketadi. Mana shu yerga mashinaga qo'ygan chiroyli qilib garaj qilinadi, tepalarni naves qilib bekitamiz. Hop, bu yerga so'ri bo'lyapti. Bu yerga qushxona bo'lyapti. Chiroyli basseyn, o'rdak, qush, quyon. O'rtada mana shu kiyimlik tur joyga огород qilamiz. Atrofga mevali daraxtlardan ekanmiz. Hozir Quvada, Farg'onada reklama qilyapti. Bexalar, olmalar, o'zi past bo'lsa ham mevasi ko'p. Xudo xolasa o'sha mevalardan olib kelib ekamiz. Endi maqsad obodonlashtirish. Mana shu tashlandiq joyda chiroyli qilib joy qilish. Odam ko'rganda ham bahridan ochilib, ekologiyaga foyda. Faqat foydali narsalarni qilishda endi maqsad. O'zingiz ham maza qilasizda, men yerda misol so'ri bo'lsa, bu yerda hamma chiroyli zeleniy zona bo'ladi. Qalampir, pomidor bu ko'chatlar yerlarga ekiladi, mashtaylarimizga. Atrofda mevali daraxtlar. Aytlarga o'sha uchburchak turgan joyda tekislaydigan bo'ldik. Shu yerga qozon o'chog'i bu narsalar qo'yiladi. Shashlik o'sha yerda bo'lib, meta so'rida o'tirib oilaviy. Endi domda turgan odam shunaqa narsalarga ko'proq o'ch bo'ladi, o'zlagan bilasizlar. Hovlida bo'lgan odamlar bu narsaga bilmayman, endi hammasi ham emas. Ko'p odam joy ishg'ol bo'lmaydi. Bizning ishg'olimiz shunaqa chiroyli qilish, go'zallashtirish, ana shu yerda chiroyli qilib sharoit qilishga xudo xolasa harakat etamiz. Do'stlar, bizni kuzatib boring. Qanday savollar bo'lsa, bexijolat kommentariyaga yozing. Nomerimni so'rasalaring, nomerimni beraman. Xohlasalang telefonlashib so'raymiz. Bu Samarqandlik akamiz ham buni qaqilloq kerak ekchuk deyishgan ekan. Bizda bor ekchuk. Bemalol ikkita makon, ikkita xo'roz. Lekin Samarqand ekan, endi biz Farg'ona viloyatida Uchko'prik tumanida turamiz. Bizga juda uzoqliklar, 600 kilometr bo'lsa kerak. Endi yo'l kirasi o'zidan qimmatga tushib ketadi. Yo'lda uzoq yo'l o'lishi ham mumkin. Asosiy mashina borilmasa uzoq yo'lga. Shuning uchun akaga sizga maslahatim, do'stlarga maslahatim shu Samarqand o'zini parranda bozorlariga chiqib, o'sha yerdan ko'rib, o'zizga yoqqan-yoqqanini yuragi sizitgan chiroylardan kelishlab terib olib kelib boqurasiz. Yaqinroqda bo'lganingizda nima qilaverardik? Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh yaxshi kunlarda yana video orqali ko'rishish nasib qilsin. Hammalaring charchanglar, omadlaring bo'lsin.